Bundan 112 yil avval 1914-yil yozda Yevropada dunyo xaritasini o'zgartirib yuborgan urush boshlanadi. Ko'p o'tmay urush Afrika va Osiyoning bir qismiga tarqalib jahon urushiga aylanadi. Imperialistlar boshlagan urush oqibati 4 yirik imperiya qulashiga olib keladi. Tarixda juda ko'p urushlar bo'lgan, lekin Birinchi jahon urushi kabi dunyoning oyog'ini osmondan qilgani topilmaydi. Bu chinakam urushlar onasi bo'lgandi. Odamlar orasida ko'proq muhokama qilinadigan Ikkinchi jahon urushi ham aslida ana shu Birinchi jahon urushining chalasi edi. Va shunday katta qirg'inbarot birgina serb yigit otgan o'qdan keyin boshlanib ketadi. 1914-yil 28-iyun kuni Bosniyaning Sarayevo shahrida Avstriya-Vengriya imperiyasi valiahdi Erzgersog Franz Ferdinand Gavrilo Princip degan serb yigit tomonidan otib o'ldiriladi. Bu urushning start tugmasi bo'ladi. Biroq u paytda Yevropa allaqachon urushga tayyorlanayotgandi. Franz Ferdinand o'ldirilmaganda ham katta ehtimol biror bahona topib millionlab insonlarning boshiga yetgan mash'um urush sodir bo'lardi. Yigirmanchi asr boshlarida Yevropada atigi 25 ta mustaqil davlat bor edi. Qit'aning asosiy qismi 4 ta imperiya, Rossiya, Germaniya, Avstriya, Vengriya va Usmoniylar imperiyasi tarkibiga kirardi. Jumladan Sharqiy Yevropaning asosiy qismidan tashqari Polsha, Finlandiya va Boltiqbo'yidagi Estoniya, Latviya hamda Litva Rossiya tarkibida edi. Bolqon yarim orolidagi katta hudud turklar, Vengriya, Chexiya, Slovakiya, Ruminiya hamda Polshaning bir qismida Avstriya hukmronlik qilardi. Ular anchadan buyon zimdan raqobat qilardi. Bu raqobat 1871-yilda Germaniya imperiya deb e'lon qilinishi ortidan boshlanadi. 1870-71-yillarda Germaniya hamda Fransiya o'rtasida qisqa muddat davom etgan urush bo'lib o'tadi va unda fransuzlar yengiladi. Shundan so'ng har ikki davlat o'ziga ittifoqchilar qidira boshlaydi. 1873-yilda Germaniya, Avstriya, Vengriya va Rossiya 3 imperator ittifoqi deb nomlangan ittifoqqa birlashadi. Ko'p o'tmay Bolqon yarim orolida Avstriya, Vengriya va Rossiya imperiyalari manfaatlari to'qnash kelib, Rossiya ikki nemis davlati bilan tuzilgan ittifoqdan chiqib ketadi. Shundan so'ng Germaniya va Avstriya, Vengriya o'z ittifoqiga Afrikada Fransiya bilan raqobatlashayotgan Italiyani qo'shib oladi. Bu harbiy blok uchlar ittifoqi deb nomlanadi. Keyinchalik ular yoniga Usmoniylar imperiyasi va Bolgariya ham qo'shiladi. Fransiya esa ruslar bilan muzokara boshlab 1891-yilda Rossiya-Fransiya ittifoqi yuzaga keladi. 1904-yilga kelib ularga Britaniya qo'shilib, Antanta ittifoqi yuzaga keladi. yil 28-iyun kuni Avstriya-Vengriya valiahdi Franz Ferdinand Bosniyadagi Iliji shahridan poyezdda Sarayevo shahri tomon yo'lga chiqadi. Uni xos askarlari qo'riqlab boradi. Shu kuni Sarayevoda Bosniyaning Avstriya-Vengriya imperiyasi tarkibiga qo'shilganining 6 yilligi tantanalari bo'lib o'tishi lozim edi. Temiryo'l vokzalida Erzgersogni yuqori lavozimli shaxslar kutib oladi va ular 6 ta mashinadan iborat kortejga chiqishadi. Franz Ferdinand rafiqasi Sofiya bilan usti ochiq mashinaga o'tiradi. Ular yo'lda ketayotganida serb millatchilaridan bo'lgan yigit Erzgersog o'tirgan mashina tomonga granata uloqtiradi. Portlovchi qurilma valiahd va uning xotiniga ziyon yetkazmaydi. Erzgersog mashinani to'xtatib, yaradorlarga yordam ko'rsatishni buyuradi. Kortej yo'lida davom etib, shahar meriyasi joylashgan ratusha binosiga boradi. U yerda Franz Ferdinand va shahar meri nutq so'zlaydi. Tadbirdan so'ng kortej keyingi manzil tomon yo'l oladi. Serb millatchilarining yana bir vakili 19 yoshli Gavrilo Princip kortejni yo'lda kutib turardi. Erzgersog o'tirgan mashina Gavriloning ro'parasiga kelganda u avval Franz Ferdinandga, so'ng uning xotiniga o'q uzadi. Erzgersog va Sofiya og'ir yaralanib jon beradi. Gavrilo Princip darhol qo'lga olinadi. Sud Avstriya-Vengriya imperiyasi qonunlariga ko'ra voyaga yetmagan hisoblanuvchi 19 yoshli Gavriloga qamoq jazosi beradi. U 1918-yilda qamoqxonada vafot etadi.
Serb yigit valiahdni nega o'ldirgani tushunarli. Gap shundaki, Bosniya aholisining asosiy qismini serblar tashkil qilar. Ular Avstriya-Vengriya imperiyasi bosib olishidan avval Serbiya qirolligi tarkibida edi. 28-iyun serblar uchun muhim sana edi. Shu kuni 1389-yilda turklar bilan sodir bo'lgan urush qahramonlarini yod etardi. Frans Ferdinandning Bosniya egallab olinganini 28-iyun kuni Sarayevoga kelib bayram qilishi serb millatchilarini g'azablantiradi. Qolaversa, aynan Avstriya-Vengriya imperiyasi tomonidan Serbiya tarkibidagi Bosniyaning bosib olinishi har ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashtirgandi. Frans Ferdinand o'ldirilganidan qariyb bir oy o'tgach, 23-iyul kuni Avstriya-Vengriya imperiyasi Serbiyaga turli talab va shartlar qo'yilgan 10 ta moddadan iborat nota jo'natadi. Unda imperiya valiahdining o'limini taftish qilish uchun Avstriya politsiyasining surishtiruv olib borishiga ruxsat berish, Serbiyada Avstriya-Vengriya imperiyasiga qarshi targ'ibotlarni to'xtatish, targ'ibotlarda qatnashgan harbiylar va amaldor shaxslarni xizmatdan chetlatish kabi talablar ham bor edi. Notada serblarga javob berish uchun 48 soat muhlat beriladi. 25-iyul kuni Serbiya bosh vaziri Avstriya-Vengriya imperiyasining Belgraddagi elchisiga shartlarning ba'zisiga roziligi, ba'zilarini umuman qabul qilib bo'lmasligini bildiradi. O'sha kunning o'zida Avstriya-Vengriya imperiyasi qo'shinlarini jangovar holatga keltirib, Belgraddan o'z elchilarini chaqirib oladi. Amalda bu urushning boshlanishi edi. 26-iyul kuni Serbiya ham umumiy safarbarlik e'lon qiladi. Voqealarni diqqat bilan kuzatib turgan Rossiya imperiyasi ham Serbiya ortidan safarbarlik e'lon qiladi va qo'shinlarni mamlakat g'arbiga ko'chira boshlaydi. 28-iyul kuni Avstriya-Vengriya Serbiyaga urush e'lon qilib, armiya Serbiyaga bostirib kiradi. 29-iyul kuni Rossiya imperatori Nikolay II Germaniya imperatori Vilhelm II ga telegramma jo'natadi. Unda urush barcha uchun halokatli kechishi va shu sababli tomonlar Avstriya-Vengriya imperatorini bosiqlikka chaqirishi lozimligi ta'kidlangandi. Biroq nemislar bu telegrammani e'tiborsiz qoldiradi. 30-iyulda Germaniya armiyasi bosh qo'mondoni Von Moltke Avstriya-Vengriya imperiyasi bosh qo'mondoniga Avstriya-Vengriya Rossiyaga qarshi urush boshlaydigan bo'lsa, Germaniya ittifoqchisini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qiladi. 1-avgust kuni Germaniya ham o'z qo'shinlarini jangovar holatga keltiradi va o'sha kuni kechga borib Rossiyaga qarshi urush e'lon qiladi. Shu tariqa Birinchi jahon urushi boshlandi. 2-avgust kuni Fransiyada ham umumiy safarbarlik e'lon qilinadi. Bunga javoban o'sha kuni nemis qo'shinlari Lyuksemburgni bosib oladi. 3-avgust kuni Germaniya Fransiyaga ham urush e'lon qiladi. Ana shu holatda Buyuk Britaniya Germaniyaga Belgiya neytraliteti haqida ogohlantirish xati yuboradi. Javob bo'lmagach, Germaniyaga urush e'lon qildi. Voqealar rivojida 6-avgust kuni Avstriya-Vengriya Rossiyaga, 11-12-avgust kunlari Fransiya va Angliya Avstriya-Vengriya imperiyasiga qarshi urush e'lon qiladi. Shu tariqa Yevropa urush olovi ichida qoladi. Birinchi jahon urushi 4 yil davom etadi va 1918-yil 11-noyabrda Germaniya, Avstriya-Vengriya, Usmoniylar imperiyasi va Bolgariyadan iborat To'rtlar ittifoqi mag'lubiyati bilan tugaydi. 1919-yil iyunda Versalda Germaniya bilan, shuningdek keyinroq turli sanalarda To'rtlar ittifoqining boshqa a'zolari bilan ham alohida sulh shartnomalari imzolanadi. Sulhda tomonlar Yevropani qayta taqsimlaydi va mag'lublarga tovon pullarini to'lash majburiyati qo'yiladi. Rossiya bu urushdan biroz avval 1918-yil mart oyida chiqadi. 1917-yilda sodir bo'lgan ikkita davlat to'ntarishidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan bolsheviklar urushni davom ettira olmasligini tushunib yetadi. So'ng Germaniya va Avstriya-Vengriya bilan sulh tuzadi. Birinchi jahon urushida jami 38 ta davlat qatnashadi. Ularning 30 dan ortig'i Antanta ittifoqi tomonida turib urushadi. Keyinchalik nomi Uchlar ittifoqidan To'rtlar ittifoqiga o'zgargan harbiy blok tarkibida esa Germaniya, Avstriya-Vengriya, Usmoniylar imperiyasi va Bolgariya bo'lgan. Eron, Meksika, Efiopiya kabi bir nechta davlat ularni ma'lum vaqt qo'llagan. 1915-yilgacha shu ittifoq tarkibida bo'lgan Italiya o'sha yili Antanta tomonga o'tib ketadi.
Urush asosan Yevropada, qisman Afrika va Osiyoda bo'lib o'tadi. O'sha paytda urush kechgan hududlarda jami 1,5 milliard aholi yashardi. Urushga jalb qilingan va harbiylar harakatlarida qatnashgan odamlar soni 70 million kishidan oshadi. Eng katta yo'qotish Germaniya va Rossiyada bo'ladi. Nemislar 2 milliondan oshiq, ruslar 1,8 milliondan oshiq. Ba'zi manbalarda 2,2 milliondan oshiq deyiladi. Mana shuncha askaridan ayriladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, umumiy hisobda bu urushda turli davlatlarning 10 million atrofida harbiy xizmatchisi halok bo'ladi. 55 milliongacha odam yaralangan. Juda ko'p jasadlar aniqlanmagani, u paytlar hisob-kitob ham risoladagidek bo'lmagani inobatga olinsa, qurbonlar va yaradorlar soni ancha ko'p bo'lgani aniq. Shuningdek, harbiy harakatlar davomida va urush tufayli yuz bergan ocharchilik, turli yuqumli kasalliklar tarqalishi va boshqa sabablar bilan 20 million atrofida tinch aholi vakillari halok bo'ladi. Urush natijasida ikki katta imperiya, Rossiya va Germaniyada inqilob bo'lib boshqaruv o'zgaradi. Yana ikki imperiya, Avstriya, Vengriya va Usmonli saltanati parchalanib ketdi. Mag'lubiyatning eng og'ir yuki Germaniya gardaniga tushadi. Inqilobdan so'ng 1919-yilda bu davlatda respublika tuzumi e'lon qilinadi. 1919-yildagi Versal shartnomasiga ko'ra, Germaniya urush tufayli o'zining qariyb 15% hududidan va ko'plab mustamlakalaridan ayriladi. Jumladan Elzas va Lotaringiya viloyatlari Fransiya boshqaruviga o'tadi. Poznan, Yuqori Sileziya, Pomeraniya va Sharqiy Prussiya Polshaga qo'shib beriladi. Natijada urushgacha Boltiq dengiziga to'g'ridan-to'g'ri chiqa olmagan Polsha ushbu dengizda ham o'z hududlariga ega bo'ladi. Epen, Malmedi va Mareno okruglari Belgiyaga, Shlezvig okrugining shimoliy qismi Daniyaga beriladi. Memel okrugi 1923-yilda Litvaga berildi. Danzig erkin shahar deb e'lon qilinadi va keyinchalik Polshaga qo'shiladi. Shuningdek, Germaniya o'zining boshqa qit'alardagi mustamlakalaridan ham ajraladi. Jumladan Karolina, Mariana va Marshall orollari hamda Tinch okeandagi boshqa yana bir nechta orol Yaponiyaga beriladi. Janubiy G'arbiy Afrika va Tanzaniyani Buyuk Britaniya, Kamerun hamda Togoni Fransiya tortib oladi. Burundi va Ruanda Belgiyaga beriladi. Bundan tashqari 1921-yilda urush zararlari hisoblab chiqilgach, g'oliblar Germaniyaga 132 milliard oltin marka tovon to'lash majburiyatini qo'yadi. Kelishuvga ko'ra tovon pulining 52% Fransiyaga, 22% Buyuk Britaniyaga, 10% Italiyaga, qolgan 16% mablag' boshqa mamlakatlarga to'lab berilishi belgilanadi. Tovon pullarning oxirgi qismini Germaniya Federal banki 2010-yil 4-oktyabr to'lab beradi. Rossiya amalda 1917-yil oktyabrda sodir bo'lgan inqilobdan so'ng urushdan chiqqani uchun ittifoqchilar mag'lub davlatlardan undiriladigan tovon pulidan ruslarga hissa ajratmaydi. Avstriya, Vengriya ham urushgacha ko'plab mamlakatlarni qo'l ostida majburan ushlab turgan katta bir imperiya edi. Chexiya, Slovakiya, Vengriya, Polsha va Ruminiyaning bir qismi, Bosniya, Sloveniya, Xorvatiya va ko'plab boshqa katta kichik hududlar imperiya tarkibida edi. Urushdan so'ng imperiya parchalangach, chexlar va slovaklar mustaqil Chexoslovakiya davlatiga aylanadi. Vengriya va Avstriya alohida bo'ladi. Shuningdek, urushgacha Avstriyaga tegishli bo'lgan bir qator hududlar Italiya, Chexoslovakiya, Ruminiya va Polshaga olib beriladi. Urushdan so'ng Yevropaning bir qator mamlakatlari Germaniya va Avstriya-Vengriya imperiyalari tomonidan turib urushgan Usmonli saltanatiga hujum qiladi. Yevropa davlatlarining birlashgan qo'shinini yenggan Mustafa Kamol Otaturk yangi Turkiya asoschisiga aylanadi. 1923-yilda imzolangan Lozanna shartnomasi Usmonli saltanatini amalda yiqitadi. Mamlakat katta hududlaridan ayriladi. Jumladan Shimoliy Afrika, Yaqin Sharq, Arabiston yarim orolidagi yerlaridan ayriladi. Misr, Falastin, Arabiston yarim oroli, Iordaniya, Iroq Buyuk Britaniya qo'l ostiga o'tadi. Suriya va Livan Fransiya mustamlakasiga aylanadi. Egey dengizidagi ko'plab orollar Lemnos, Samotraki, Lesbos, Chios, Samos, Ikariya Gretsiyaga beriladi. Birinchi jahon urushida Germaniya va Avstriya-Vengriya tomonida turib urushgan yana bir mamlakat Bolgariya ham ancha hududidan ayriladi va urush g'oliblariga 2,25 milliard oltin frank miqdorida tovon puli to'laydi. G'arbiy Frakiya Gretsiyaga o'tadi.
Janubiy Dobruja Ruminiyaga, Makedoniyaning bir qismi Serb qirolligiga beriladi. Rossiyada imperiya qulashi tufayli Polsha, Finlandiya, Litva, Latviya, Estoniya ruslar boshqaruvidan qutulib, mustaqil davlatlarga aylanadi. Umuman olganda, mislsiz vayronagarchiliklar va bir necha 10 million qurbonlar bo'lishiga qaramasdan, odamzod o'sha urushdan yetarli xulosa chiqarmadi va oradan 25 yil o'tib yana jahon urushini boshladi.